Alo, assalomu alaykum. Ha, Zalina O'zbekiston ko'chaga. Qat yopildi. Qancha bo'ldi ekan? Mana raf. Assalomu alaykum o'rtoqlar, hamkasblar, hurmatli obunachilar. Bugun syomkadaman. Bitta kichikroq konsert dasturini syomkasini qilamiz. Xo'sh, bu yerda Rustam aka bor, Grand Aro studiyasi rahbari. O'sha kishi bilan birgalikda syomka qilamiz. Meni yordamga chaqirgandi. Mana shu syomka jarayonidan sizlarga backstage qilmoqchiman. Videoga hozirdan like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Ketdik. Assalomu alaykum. Rustam aka Grand Aro video studiyasi rahbari. Rustam aka bilan birga bugun syomkadan xizmatda. Avvalambor assalomu alaykum. Aradjonni YouTube kanalidagi podpischilar, obunachilar. Faqat like bosib, qo'llab-quvvatlanglar. Shunday. Bizni kanalga o'tsanglar ham bo'ladi. Bizda ham Silkasini qoldiraman. albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir bu yerda mana shu kameralarni men joylashtirdim. Kameralar ular qanday joylashgan, shular haqida sizlarga ozroq tushuncha berib o'taman. Xullas, bu R10, bu R10 bilan men ruchnoy qo'lda shunday syomka qilib yuraman. Joyimni o'zgartirib, hamma o'sha bu yoqdan bu yoqdan kadr terib yuraman bu bilan. Xo'sh, mana bu kameramiz. Xo'sh, bu saksonda. Saksonda ozroq xafa. Bu joyida turadi. Bu hech qayerga o'zgarmasdan bunga operator kerak emas. O'zimiz har zamonda kontrol qilib turamiz-da. Kontrol qilib qarab batareykasiga, o'sha zapisi o'chib qoldimi, yo'qmi, shularga qarab turaman. Va bu yerda общий plan mana shu zalda odamlarda qarsaklar, shunaqa narsa uchun syomkada turibdi. Xo'sh, mana bu apparat esa do'stlar, mana bizlar zalda mana shu yuqorisiga qo'yib qo'yibmiz, mana tepa qismiga. Bu yerda bu 6D Mark II apparati 70 ga 200 obyektiv bilan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana sahnani syomka qiladi. Faqat sahnani syomka qiladi. Bunga ham operator shart emas. Bu shu yerda turadi o'zi, mana shu shtativda qimirlamasdan buni ham o'zimiz nazorat qilib turamiz. Roninda va Ozodbek syomkada. Apparat qaysi? Qanaqa apparat edi? Apparat 6D Mark II. 6D Mark II bilan hozir Ozodbek Roninda syomka qiladi. Birgalikda syomkani xizmatdamiz. Hozir bizda 4 ta kamera bo'lyapti, общий, lekin operator 3 ta. Bitta Roninda, bitta men o'zim ruchnoy kadr terib yuraman. Keyin 3-chi operator Rustam aka ham bor, lekin u kishi ekranga qarash kerak. Bu yerda men hozir ko'rsataman. Mana shu yerda ko'rsangiz, yuqorida ekran turibdi. O'sha Rustam aka ekranda nazorat qilish kerak-da. Chunki ekranga qo'yiladigan roliklar bor-da. Bir juda ko'p roliklar bor, ketma-ketligi bir 5-6 ta rolik bor. Shuning uchun u kishi faqat o'sha ekranda o'sha yerda nazoratda bo'ladi. Va men bu yerda o'sha ikki kishi, mana Ozodbek bilan ikkalamiz mana shu qolgan kameralarni o'zimiz oldiga borib nazorat qilib turamiz-da. Bu unday qiyin joyi yo'q. Hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Demoqchimanki, shu sababdan shu operatorimiz hozir kamligi sababli o'zimiz bu kadrlarni, kameralarni nazorat qilib turamiz. Bu esa artistlarimizda, ya'ni xonandalarda
sozandalarni apparati. Mana shu apparatimizga bu yerda mana bu MP3 ulangan diktofon, Sony'ning diktofoni va bu yerda ko'rishingiz mumkin mana shunaqa regulyatorlar bilan ovozni kontrol qilib qo'yib qo'yibmiz. To'g'ri apparatdan kelayotgan ovozni zapis bo'ladi bu yerdan. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Hozir syomkamiz boshlanaman deyapti. Men har doimgidek hamma syomkaga naushnik olib chiqaman. Shu naushniklarni taqib olaman. Chunki naushnik taqmasangiz juda ham shovqin yomon. Boshni garang qilib tashlaydi. Xo'sh do'stlar, tadbirimiz boshlanish arafasida kameralarni yoqaman men. Zapisga bosib qo'yamiz. Bu ketdi, zapis boshladi. Hozir u yoqda kamerani tekshirib yoqib kelaman. Kamera yoqdingmi? Zapis ketdi. Hofizim Axtarga qo'shiqdir dunyo, tilagim hech qachon kamlik ko'rmaymiz. Assalomu alaykum aziz tumandoshlar va tumanimiz mehmonlari. Tumanimiz, viloyatimiz va respublikamizning turli mintaqalaridan tashrif buyurgan ustozlar, hamkasb do'stlar, onaxonlar va onaxonlar. Astronom tumani madaniyat bo'limiga qarashli Sayqal ashula va raqs xalq ansambli tashkil etilganligining 50 yilligi. Darxon taronasi maqomchilar xalq ansambli tashkil etilganligining 40 yilligi. Darxon g'o'njalari bolalar ashula va raqs ansambli konsertimizni boshladik. Sababchisi ustoz Uyg'un Bo'tayevni sizlarning olqishlaringiz bilan sahnaga taklif etamiz. Tumanimizning eng chekka qishloqlarida konsertlarni tashkil qilib kelgan inson. Kezi kelganda yana qo'shimcha qilmoqchiman, mana prezidentimizni tashabbuslari bilan har viloyat markazida maqom ansambllari tashkil bo'ldi, jumladan Samarqand viloyati degan. 2018-yilda Samarqand viloyat namunaviy maqom ansamblining tamal toshini qo'ygan inson ham Uyg'un aka Bo'tayev. Mana shu inson kastingda o'tirib butun viloyatdan yosh iqtidorli maqomchi yigit-qizlarni yig'ib kastingda ularni ovozlarini tekshirib shu ansamblni shakllantirib birinchi badiiy rahbari ham Uyg'un aka edi. Bu juda ham katta yutuq tumanimiz uchun. Endi mana shu ansambllarni bir eslatib o'taman. Sayqal, Navruz, Durdona, ashula va raqs xalq ansambllari. Ansambl bilan xalq so'zi qo'shilgandagi ikkalasini bir-biridan tafovuti bor, farqi bor. Xalq ansambli bu Samarqand shunaqa aziz joy. Samarqand ziyoratgoh joy, pirlar yurti, yer yuzini sayqali. Bu Samarqandni bir buni ta'rifsiz cheki olmoqchiman-da. Endi
Bu ustozdan tashqari qancha bittadan xizmat ko'rsatganlar, san'at arboblari, xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimlari chiqishgan. Mana bugun kecha bayram deganimiz sababi haqiqatda bayram. Shu joyda bizlar bilan bir kelgan shu Samarqandni o'g'loni siz shogirdlaringizdan u ham Erkinjon qaytarib mana shu yerda o'zi xizmat qilib hozir bu yigitimiz ham bu yigit tanimagan odam yo'q. O'sha sizga o'xshab tinmasdan fidoyi bo'lib yurgan yigitimiz. Shu bilan syomkalarni ham tugatdik. To'g'risi sal juda ham issiq bo'lib ketdi. Xullas do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasiz. Shunaqa videolar yana ham ko'proq chiqarishimni xohlasangiz, kommentariyaga yozib qoldiring agar qiziq bo'lgan bo'lsa. Shu yerda videoga yakun yasaymiz. Hamma e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.